imet video qilib qo'yganda, bab tayyor turishimiz kerak. Alo. Ha, manman. Kim edi bu? Yo, mayli, lekin kim siz, nomerimni qayerdan oldingiz? Nima masala bo'yicha telefon qilyapsiz? Shuni tushunmayapman. Mayli. Bo'lmasam soat 3 da ko'risha qolaylik, bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p. Kim aka? Bilmasam, oldin qo'lingizda ishlaganman deydi. To'g'ri tanimadim. Balki firmadan bu bilan do'konga mol tiqmoqchidir-da. Assalomu alaykum. Said aka. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Telefon qilgan bo'laman aka. Ha, sizmidingiz? Ha. Mayli, keling. Kiring aka. Rahmat. Xo'p. Keling ukam, choydan iching. Nima xizmat ukam? Nima masalada ko'rishdik hozir siz bilan? Aka, men 2014-yildan 2019-yilga qadar sizni kompaniyangizda yuk tashuvchi bo'lib ishlaganman. Hop, yana ishga olaylikmi? Nima xizmat ukam? Yo'q aka. O'sha ishlab yurgan vaqtlarim davomida ichimliklar, shirinliklar, xullas hammasidan bemalol olib yeb ichib yurardim. Lekin birortasini ham pulini joyiga qo'ymagandim. Bilasizmi? O'shandan so'ng xullas aka, bu yerda 2 million pul. Qoplaydigan umiddaman. O'zi anchadan beri kelmoqchi bo'lib yurgandim. Birinchidan nomeringizni topa olmadim. Ikkinchidan ozgina uyaldim. Meni rozi bo'lsangiz aka, meni ham vijdonim qiynalib ketdi. Tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Agar ishlayman desangiz, men yana sizni ishga olgan bo'lardim.